Joriy yilning 11-maydan 24-mayga qadar fuqarolarni xorijdan olib kelish bo'yicha ayni damda charter reyslarning jadvallari tayyorlangan. Hozir mana shu charter reyslar jadvaliga to'xtalib o'taman. Demak, 11-may kuni Toshkent-Frankfurt-Toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshiriladi. Mazkur parvoz Toshkentdan 5:45 da uchib ketadi. 12-may kuni esa Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshiriladi soat 7:20 da. 13-may kuni esa Toshkent-Istanbul-Toshkent yo'nalishida soat 7:40 da parvoz amalga oshiriladi. 14-may kuni esa Toshkent-Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishida 8:35 da reys amalga oshiriladi. 15-may kuni Toshkent-Dehli-Toshkent yo'nalishida soat 12:00 da. 16-may kuni esa Toshkent-Rostov-na-Donu Toshkent yo'nalishida soat 11:00 da. 17-may kuni esa Toshkent-Qozon-Toshkent yo'nalishida soat 11:00 da. 18-may kuni esa Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida charter reys amalga oshiriladi. Parvoz soat 7:20 da boshlanadi. 19-may kuni esa Toshkent-Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishida soat 8:35 da parvoz amalga oshiriladi. 20-may kuni esa Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshiriladi. Mazkur samolyot soat 7:20 da Toshkentdan havoga ko'tariladi. 21-may kuni esa Toshkent-Istanbul-Toshkent yo'nalishida charter reys amalga oshirish rejalashtirilgan. Mazkur samolyot soat 7:40 da Toshkent aeroportidan havoga ko'tariladi. 22-may kuni esa Toshkent-London-Toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshirilishi belgilangan. Ushbu parvoz soat 14:00 da Toshkent aeroportidan boshlanadi. 23-may kuni esa Toshkent-Novosibirsk-Toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshirilishi belgilangan. Ushbu samolyot soat 13:00 da Toshkent aeroportidan havoga ko'tariladi. 24-may kuni esa Toshkent-Sharja-Toshkent yo'nalishida parvoz belgilangan. Bu yo'nalishda parvoz etuvchi samolyot soat 11:00 da Toshkent aeroportidan havoga ko'tariladi. Xabarda aytilishicha, xorij davlatlardagi O'zbekiston Respublikasining elchixonalari va konsullik bo'limlari tomonidan vatanga qaytmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolarining ro'yxati tuziladi va bu ro'yxat O'zbekiston Airways aviakompaniyasiga taqdim etiladi. Fuqarolar faqatgina ushbu ro'yxat asosida havo kemasi bortiga kiritiladi. Ro'yxatga birinchi navbatda kasal yoki bemor fuqarolar, yosh bolali va homilador ayollar hamda keksa yoshdagi fuqarolar, shuningdek bekor qilingan doimiy aviaqatnovlarga chipta xarid qilgan fuqarolar qo'yiladi. Chiptalarni fuqarolar parvozdan 4 soat oldin xorijiy mamlakatlarning xalqaro aeroportlaridagi O'zbekiston Airways aviakompaniyasining kassallaridan xarid qilish mumkin bo'ladi. O'zbekistonga qaytgan barcha fuqarolar 14 kundan kam bo'lmagan muddatga karantin markaziga joylashtiriladi. Migrant kanalini kuzatib boring. E'tibor uchun tashakkur.